Qalay aka, uy ma'qulmi? Ma'qul, zo'r ekan uy. Aka, o'zi uy necha sotiq edi? Ha, 7 dedimi? 7 sotiq edi. Aka, bo'lmasam kadastrda olib chiqsangiz, bir ko'rib olsak yaxshi bo'lardi. Bu uyda ichim turmaydi-da, o'zimiz katta hovlida turamiz. Kadastr dokumentlar shu yoqqa borib qo'yganman. Kechqurun ko'rishsa olib kelib beraman agar. Unaqa aka, kechqurun kadastrda olsangiz ko'rishamiz. Hozir hal qilaveraylik, kadastr muammosi yo'q. Bir ikkita klientlar bor-da, agar sizlarga o'xshamay qolsa, ularga sotib olishimga to'g'ri keladi-da. Aka, bo'lmasam siz qolgan klientlaringizga uyni ko'rsatavering. Agar ular bilan kelisha olmasangiz, kechqurun dokument topib kelganingizdan keyin o'zimiz ko'rishib gaplashib olamiz. Bo'ladimi? Bo'ldi, kechqurun dokument topib kelaman, ko'rsataman. Akalar, bo'lmasam boshqa hovligini ko'rib turaylik. Ha, bo'ldi aka. Keyingi olib boradigan uyimizda ham egasining nomeri o'chiq beryapti. Kechqurun ko'rishganda olib borib ko'rsatamiz. Ha, bo'ldi aka. Yur ketdik bo'lmasa. Sog' bo'linglar. Nimaga maklerlar unaqa qildi? Uy menga yoqadi. Hamma sharoitlari bor ekan. Shuni olaraylik. Men ham tushunmadim nima yana qildi. Lekin uy yaxshi ekan. Egasi ketmadi shekilli hali. O'zingiz gaplashib qo'ya qoling, olib qo'ya qolardik. Maklerga ham pul berib o'tirasizmi? Haqiqatdan. Hozir kirib o'zim gaplashaman. Tanish notarius bor. Bir pasda o'tkazdirib ber, aqdan xavotir olmang. Bo'lmasa aka, ertaga notariusda ko'rishyapmiz. Mana 2000. Barakami? Baraka. Aka, men bu uyni ijaraga beraman. Bu so'rab turgan odamingiz 15 kunga ijaraga turgandi. Kecha kalitni topshirib chiqib ketdi. Telefoni ham o'chiq. Ana makler nomeri nechi edi? Aka, rahmat. Alo. Aka, siz mashinamisiz? Qiziqmi siz aka, nima deganingiz bu? Kecha olib kelgan G'ofur G'ulomdagi 100 ijara uy ekan, menga 2000 dollar berib baraka qilib qo'ydim. Tushunmadim. Sizlar qanaqa qilib baraka qildilaringiz hozir? Kecha sizlar ketgandan keyin xotin uy yoqdi, shuni olaylik degdi, qaytib kelib zaklat bergandim. Kecha biz ataylab shubhalanganimiz uchun dokumentini so'ragandik. Kechga ko'rsataman degani uchun biz chiqib ketgan edik. Bugun notariusdan o'tkazib berish kerak edi. Ertalabdan bas telefon o'chiq. Uyga kelsam, uyda egasi umuman boshqa odam. Siz qayerdan topib keldingiz bu uy sotiladi? Bir kunda bizlarga 20 ta 30 ta odam telefon qiladi. Uy sotaman deb. Xuddi o'shanda bizlarga bu kishi ham telefon qilgandi uy sotaman deb. O'shaning uchun sizlarni olib borgan joyim-edi. Endi men nima qilaman hozir? Aka, nima qilishingizni bilmadim-u, ozgina shoshib qo'yibsizlar. Bizning ishimiz haqiqiy dokumentni qo'limiz bilan, ko'zimiz bilan ko'rgandan keyin baraka qilib berardik. Endi qolganiga nima qilishingizni o'zingiz bilasiz. Ayb o'zingizda. Bo'pti, ustidan 102 qilib olaman. Bilganingizni qilmaysan. Arzimagan xizmatimizdan qochishadi-da. Yana katta summaga tushgandan keyin bizda aybdor qilishadi. Xotinning gapiga kirgan Mahmud.